Mana qarang, xamirim ochilib ketyapti deganga jonim ukam. Buni qarang, mana xamirni yumshoqqina qilganingizdan keyin mana yumshoqqina xamir qilganingizdan keyin borku, pirashkini zuvolasini olganingizdan keyin 25 minut dam berasiz unga. Pirashkini olganib shuni cho'zganingizdan keyin borku, mana ikkita uchinim demda o'ynab qo'ying. Ki mana bunda o'rtoshib bosgan joyingizdan, yopgan joyingizdan bosing. Ochilib ketmaydi bu. Qaqa ochilib ketadi bu. Sizda qo'lingiz qiyshiq bo'lsa ochilib ketadi. Tushundingizmi jonim ukam? Xamir yumshoqqina mana shunday olasiz. Shuni ikkita uchini shunday o'ynaysiz, o'rtasidan shunday bosasiz. Hech qaqa ochilib ketmaydi bu. Tushundingizmi? A shunday qiling jonim ukam. Kelishmasa yana yozing, yana ko'rsataman. Xo'pmi? To sizni o'rgatgunimcha o'sha parlatib video chiqib qo'yaman, o'rganib ketasiz.